u kishi bilan birga yurgan ulamolar bu kishi qachon uxlar ekan degan ularda savol paydo bo'ladi. Kunduz kuni bomdod o'qilgandan boshlab peshingacha dars halqalari bo'lgan, peshindan asrgacha ham, asrdan shomgacha ham dars halqalari bo'lgan, doimiy ravishda. Kechqurun ibodatga berilganlar. Kechasi bilan ba'zi paytlar shunday rivoyatlar ham bor, xuftonni tahorati bilan bomdod o'qirdilar degan. Tinimsiz kechalar ibodat bo'lgan. Shunda bir xizmatkor ayol aytadiki, u kishini bir astoydil yotib uxlaganlarini ko'rmaganman-ku, lekin peshim bilan asrda o'rtasida mizg'iganlarini, qish paytlari esa kechani avvalgi qismida biroz dam olganlarini bilaman deydilar. Shunchalik g'ayrat, shijoat ko'rsatadilar. Endi insonlar bilan o'rtalaridagi muomalalarda u kishi o'sha savdoda halollikni nihoyatda mahkam tutganlar. Hattoki molga shubha aralashib qolsa, molni butunligicha sadaqa qilish bilan o'sha moldan qutulganlar. U kishining sheriklari Osim ibn Abdurrahmon degan kishi aytadilar, u kishiga Imom Azam rahmatullohi alayhi mol jo'natadilar. Molda kamchilik bor, shuni kamchiligini aytib soting deb ogohlantiradilar. Lekin sheriklari o'shani kamchiligi aytmasdan sotib yuboradilar. Bu ma'lum bo'ladi keyinchalik, Imom Azam rahmatullohi alayhi o'sha moldan kelgan foydasi bilan hamma molni o'zini puli ham, foydasini ham sadaqa qiladilar. Bu u kishining hayotlaridan biz o'rganayotgan narsalar qo'shib, chatib, ko'paytirilgan narsalar emas. Ba'zi paytda shunday tarixda shunday narsalar bo'ladi, ba'zilarida bo'rttiriladi. Lekin bu bo'rttirish emas. O'sha tobiin bo'lgan zotni bor yo'q hammasi shu. Bundan ham u kishi yana bir xislatlari bo'lgan. U kishi yashirganlar ko'p ibodatlarni. Ko'pchilik bilishini xohlamaganlar. Bir nimada aytiladiki, imom deydilar-ki, xufton namoziga Zalzala surasini o'qidi. Zarra misqol yaxshilik qilsa, u yaxshilik savobini ko'radi, zarra misqol yomonlik ko'rsa, uni yomonligini ko'radi degan oyat o'qildi deydilar. O'sha yerda masjidda xizmat qilib yurgan odam o'sha kishini o'sha yerda o'sha oyatlarni takrorlab o'tirib qolganini ko'rdim deydilar. Ertalab kirib borsam, ertalab ham hali tong otishiga yaqin shu soqollardan ushlab, ey Parvardigor, sen zarra miqdor yaxshilik qilganga yaxshilik berasan, zarra miqdor yomonlik qilganga yomonlik berasan deb turibdilar. Meni kirganim sezib qoldilar-da, holatdan xabardor, buni hech kimga aytmagan dedilar. Ya'ni u kishida mana shunday bir xislatlarni yashirish holatlari ko'p bo'lgan, zohir qilmaganlar. Endi qo'shnilarga yaxshilik qilish haqida ham u kishining ko'p rivoyatlar bor. O'sha hikoyatlar u kishining hayotda misollar juda ham ko'p, lekin bizni hayratda qoldiradigan narsa u kishining 30 yil davomida doimiy roza tutib yurishlari, 40 yil davomida o'sha doim Qur'onda xatmida sobit bo'lganlari, shuncha ilm darslari, majlislar bilan ham shuncha ibodatga vaqt topganlari, jur'at, g'ayrat topganlari juda hayratlanarli narsa. Bu bekorga emas, Alloh taolo o'zini dinini, qiyomatgacha boqiy qoladigan dinini mana shu mazhablarni shunday insonlar orqali yetishtirgan umumiy musulmonlarga. O'sha siz aytganda 1000 yillardan beri amal qilinib kelayotgani bekorga emas. Uni tashkil qilgan, tuzgan insonlar mana shunday omonatdor, taqvodor, parhezkor, g'ayratli odamlar bo'lgan. Bir so'z bilan aytganimizda, mana hayotda ba'zi bir insonlarni yelib yugurib charchamaganini ko'ramiz. Dunyoning ishlarida hech charchamaydi yelib yugurib. U zotlarda shu oxirat ishi uchun mana shunday yelib yugurib charchamaslik, bir o'tirib qolmaslik, dam olishim kerak ekan degan narsa bo'lmagan. Ilm berishda ham, ilm tarqatishda ham, boshqa ibodatlarda ham shunday bo'lishgan. Alloh ulardan rozi bo'lsin. Butun qiyomatgacha ularning ilmidan, mana mazhabidan foydalanib kelamiz. Alloh ularni rozi qilsin.